Abu Ali ibn Sino nafaqat o'rta asrlarning buyuk olimi, balki butun insoniyat tarixida o'z o'rni va ta'siriga ega bo'lgan ulkan zehniyat sohibidir. Uning nomi tib, falsafa, astronomiya, mantiq, matematika, axloq, tilshunoslik, psixologiya va boshqa ko'plab sohalar bilan chambarchas bog'langan. Bugungi kunda u Shayxul Rais, ya'ni ilm sarvarlarining biri sifatida e'tirof etiladi. Ibn Sino Buxoro yaqinidagi Afshona qishlog'ida tug'ilgan. 10 yoshida Qur'onni to'liq yod olgan. 13 yoshida esa fiqh, mantiq va falsafani o'rganishga kirishgan. Yoshligidanoq Abu Abdulloh Notiliydan falsafani, Hasan ibn Nuh al-Qumriydan tibbiyotni puxta o'rganib, 16 yoshidayoq mashhur tabib sifatida tanilgan. Ibn Sinoning 450 ga yaqin ilmiy merosi mavjud. Ibn Sinoning bizga yetib kelgan 240 dan ortiq asarlari bor. Ulardan 80 tasi falsafaga, 40 dan ortig'i tibbiyotga oid. Asarlari orasida dunyodagi eng mashhur tibbiy kitoblardan biri Tib qonunlari bor bo'lib, u Yevropa universitetlarida 100 yillab asosiy darslik sifatida o'qitilgan. Ushbu kitobda inson anatomiyasi, kasalliklarni tashxis qilish va davolash usullari, parhez, psixologiya va gigiyena masalalari mukammal yoritilgan. Falsafa sohasida Ibn Sinoning Kitob ash-Shifo, Al-Ishorat va Tanbiqot, Donishnoma kabi asarlari butun dunyoda tan olingan. U bilim, aql va hisning o'zaro bog'liqligini ta'kidlagan holda fan va dinni uyg'unlashtirgan. Abu Ali ibn Sino tibbiyot sohasida zamonasidan ilgarilagan mutaxassis hisoblanadi. Ibn Sino tibbiyotga yuzlab yangiliklarni kiritdi. Masalan, kasalliklarni parhez bilan davolash, jarrohlikda gipslash usuli, qandli diabet tashxisini birinchi bo'lib tavsiflagan. Uning qonuni 600 yildan ziyod vaqt Yevropa shifokorlarining asosiy qo'llanmasi bo'lib xizmat qilgan. Uning asarlari 12-asrdan boshlab lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa universitetlarida falsafa va tibning asosi sifatida o'rgatildi. Giordano Bruno, Foma Akvinskiy, Dante kabi Yevropa mutafakkirlari uning g'oyalaridan ilhom olgan. Sharqda esa Umar Hayyom, Nizomiy, Navoiy, Rumiy kabi allomalar Ibn Sino ta'limotini davom ettirganlar. Uning ilmiy merosi zamonaviy sinoshunoslik fanining asosi bo'lib qoldi. Buxoro va Afshonada ulug' olimga haykallar o'rnatilgan. Afshonada muzeyi mavjud. O'zbekiston va Tojikistonda tibbiyot muassasalariga, maktab va ko'chalarga Ibn Sino nomi berilgan. Belgiyada ham uning haykali bor. Karl Linne tropik daraxtga Avicennia, yangi mineralga Avicennit deb nom berilgan. Ibn Sinoning hayoti va ilmiy faoliyati hozirgi avlod uchun ham ilhom manbaidir. U ilmga muhabbat, tahlil va tajriba orqali buyuklikka erishish mumkinligini isbotlab bergan. Uning merosi har bir yosh uchun ibrat va ruhiy boylik manbaidir. Ibn Sinoning hayoti ilm, fidoyilik va insonparvarlik timsolidir. Uni anglash va ardoqlash o'z tariximizni bilish, kelajakka yo'l ochish demakdir.